Ho'p, hammaga assalomu alaykum. Ushbu videolar hozir juda ham tez olingan, unaqa professional darajada qilinmagan, chunki juda ham talab ko'pligi uchun CapCut'ni kompyuter versiyasiga tezda olib chiqarishi nima deydi, to'g'ri deb bildim. Shuning uchun noprofessional yo boshqa deb qarab o'tirmanglar. Prosta undagi ma'lumotlarni o'zinglarga singdirib, uni professional darajada qilib olsanglar bo'ladi. Agar CapCut kompyuter versiyasi bo'yicha savollaringlar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Shu savollarga qarab alohida qisqa 5 minut, 6 minutlik video ham qilib chiqarishim mumkin. Shu, rahmat, charchamanglar. Xo'p, agar tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Birinchi bo'lib, agar sizlarda CapCut bo'lmasa, qayerdan tortish mumkin? CapCut pulli emas, platin versiyasi endi skachat qilayotganingizda pul so'ramaydi, ya'ni. Любой internetga kiramiz. Chrome'danmi farqi yo'q. Yandex'danmi. Вот CapCut skачать. Ustiga bosamiz. Вот CapCut video editor. Shuni tanlaymiz. Так. Вот skачать бесплатно. Shuni ustiga bosib qo'yamiz. Bizga tushadi. Установка qilib qo'ysanglar bo'ldi. Menimcha, notebooki bor, kompyuteri bor любой odam bu narsani skachat qilib qila oladi, установка qila oladi. CapCutga kirganda shunaqa ko'rinish bo'ladi. Albatta sizlarda bunaqa proyektlar bo'lmaydi. Bu men ishlatgan proyektlar. Bizda interfays, eslatib o'taman, men oddiy narsalarni tushuntiraman boshlanishida. Hamma uchun tushunarli bo'ladigan. Birinchi dars просто fundament. 2-3 ham menimcha. Xullas, kirganimizda biz shunaqa oyna. Bu yoqda akkauntimiz, agar akkauntimiz bo'lsa, главный история silok ular umuman kerak emas. Hop, agar 2-3 akkauntinglar bo'lsa, yana qo'shib olsanglar bo'ladi. Hop, zapis ekran, ya'ni shu ko'rib turgan videolarni ham CapCut o'zidan zapis qilyapman. Hop, bularni ham ishlatmadim hali, to'g'risi yaqinda chiqdi. Birinchi o'rinda bizga создать proyekt. Ustiga bosamiz, создать. Hop, bizda shunaqa interfays paydo bo'ladi. Bu interfays birinchi marta CapCut ishlatayotgan odam uchun boshqacha ko'rinishi mumkin, но unaqa qiyin emas, sodda ancha. Premiere Pro After'lardan ko'ra ancha sodda. No, lekin ancha darajasi уже ulug'landi buni ham. Hop, bir chetdan boshlaymiz. Tepani ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda menu bor. Bular keyin qilamiz. Hop, birinchi bu oynalar, bu anaqalar bilan tanishtirsam, kategoriyalar bilan. Hop, material. Bizda ya'ni material o'zi nomi bilan material video rasmlarni shu joyga tushirib beradi. Importni bossanglar ham bo'ladi yoki shu yer o'ziga bossanglar ochib beradi yoki import yokida любой bu yoqdan olib tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Hop, buni ishlatmadim hali, to'g'risi. Hop, bu o'zimni cloud'im, ya'ni bilasizlar, iCloud bor yokida nima Google Chrome'mi, Google Cloud'mi shunaqa bor. Bu CapCut Cloud, ya'ni har doim ko'p ishlatadigan narsalarni shu yoqqa tashlab qo'ysanglar, keyinchalik boshqa kompyuterga ham ochsanglar yoki вообще telefonga ochsanglar ham bitta akkauntda xuddi shu narsalar keladi. Просто так skachat qilsanglar bo'ldi. Hop, biblioteka bu CapCut o'zining bibliotekasi, masalan, qanaqadir narsa kerak bo'lsa, shu yerdan olsanglar bo'ladi. Ekran bor, tayyor. Shularni skachat qilib o'zinglarning videolarni qo'yib olsanglar bo'ladi. Follar bor bizda. Переходga ishlatiladigan narsalar, vid. Xullas, o'zinglar bir chetdan ko'rib chiqasizlar. Hozir buni ko'rsataman desam juda ham ko'p vaqt oladi. Hop, bizda importda shunaqa oyna. Hop, endi zvuk. Zvuk o'zi nom bilan ovoz, zvuk. Bir chetdan boshlaymiz. Hop, import. Xohlasanglar import qilib olsanglar bo'ladi. Importda bosib, любой papkani ochadi. Papkadan o'zinglarda kerakli joydan, masalan, muzikadan sizlarni muzikalar yoki boshqa joydan shu yerdan tortib olsanglar bo'ladi, yokida papka tayyor bo'lsa ustiga bosib olib tushib qo'ysanglar ham bo'ladi. Notebook ishlatadigan, любой odam kompyuter ishlatadigan bilsa kerak bu narsalarni. Hop, избранный bor bunda ham. Masalan, birorta muzikadan birorta ashula yoqib qoldim, mana yonida yulduzcha bor. Shuni ustiga bosib qo'ysanglar
vashiga tushadi, bu yoqqa tushib qoladi. Masalan, menga shu ashula yoqib qolgandi. Saqlantirib qo'yganman. Make I give you money, let's go. Unataka do. Birorta narsaga ishlataman deb. Hop. Muzika. Bu yoqda o'zi rekomendatsiya qiladigan muzikalar bor yoki bu yoqda o'zimizga kerakli kategoriyalar bor. Masalan, funk bor, rap bor, pop, jaz yokida o'zinglar bu yoqqa ham yozib ko'rsanglar bo'ladi. Shuni ham chiqarib beradi. Hop, muzika bo'ldi. Звуковой effekt, ya'ni SVX sound effektlar. Bizda juda ham ko'p sound effekt bor, CapCutda. Ko'pchilik qidirib yuradi boshqa joylardan. Shu joyi o'zidan qidirsanglar ham ancha narsa chiqadi. Hop, mana sound effektlar kirganimizda mana hamma narsa police car bor, boy explosion, xullas ingliz tilini yaxshi bilmayman. Bu yoqda yana o'zini kategoriyalari ham bor. Masalan, magiya, sehrga eshitib ko'ramiz. Yokida qanaqadir zvuk kerak bo'lsa, angliskaysini yozsanglar chiqarib beradi. Masalan, bizga qanaqa so'kkanda qo'yiladigan zvuk bor-ku, bip, bip etadigan. Uni to'g'ri yozish kerak. Uni aslida b e e b bip. Uni nomi bip. Mana bip short bor, 2 sekundli. Endi kelar yaxshiroq narsani qidiraylik. Masalan, bizga pulli zvuk kerak, hammaga yoqadigan. Pul angliskasiga ingliz tilini bilmasam ham pulni bilaman. Money. Tak. Mana. Bizda pulli joylarda ishlatiladigan sound effekt. Hop, avtorskiy pravo bor. Buni ishlatib ko'rmaganman to'g'risi. Hop, muzika shu, hozir zvuk. Endi tekst. Ya'ni tekst o'zbekchasiga nima bo'ladi? Tekst o'zbekchasiga yozuv. Xullas. Videoni ustida o'qiydigan yozuvlar, ya'ni tekst bo'ladi. Bu yoqdan o'zimizga plus bosib tekst qo'shganda ustiga bosib bu yoqdan yozib olsak bo'ladi. Masalan, birinchi dars ko'ryapsizlar, bu yoqda ham o'zgaryapti. Bu yoqda keng alohida darslik qilib chiqaman hammasini bularni. Hozir prosta fundamental ko'rib nima o'zi kemishtiruvchi olish uchun. Ikkinchisi vash, bu yoqda ham o'zinglar izbrininglar qaysi tur narsa yoqib qo'ygan bo'lsa, yulduzchani bosib qo'ysanglar shu yoqqa o'tib qoladi, ko'p ishlatganinglar. Effekt. Bu mana shunaqa effektlar bor. Pro bor. Основной, яркий, синий. Qaysi birdir videolarga tushsa, prosta ustiga bosib, masalan, bizga bu yoqda deylik, ustiga bosdik. Mana. Buni ham plusni bosib tepadan o'zgartirib olsak bo'ladi. Tak, hozir bizga kerak emas bular. Effekt tekstoviy anaqalar animatsiyaga o'xshagan narsalar shu chiqayotgan hammasini nomini o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Masalan, sizlarni tekstinglar xuddi shunaqa chiqadi. Mayli, buni ham ko'rsatib berasiz, sal vaqt olsa ham. Mana chiqdi. Hop, bosamiz. Как shablon bu. Masalan, your title dars 5 o'rniga 1 qo'ydim men. Bu yoqqa ham narsa yozsa bo'ladi. Hop. Fundament. Endi ko'ramiz. Bo'ldi. Bu tayyor shablon. Hop, tekstoviy yo'limiz, hop, avtomatический subtitr. Buni hali ishlatib ko'rmaganman. Xullas, bizda tekstda shunaqa imkoniyatlar bor. Stiker ko'rib turganlar ko'rsatkich stikerlar bor.
nimadir olib borib ko'rsatgani. Yana dальше hop galochka bor ekan. Vaqtga, kutishga, ovoz uchun. Ular stiker bilasizlar. Telegram ishlatadigan любой odam bilsa kerak. Stikerlar bor mana. Sevgi, romantiklar uchun shu yerda hammasi. Shu stikerlarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Stiker juda ham kam ishlataman. Effekt eng juda ham og'ir narsa effektlar juda ham ko'p bizda. Pro effektlar endi hammalarga tavsiya qilaman pro sotib olishni. Bu yoqda effektlarimiz bor hamma retro boshqa qanaqadir ustiga olib borsanglar просто qanaqa ko'rinishini ko'rsatib beradi effekt qanaqa ishlashini. Ani o'zinglar tasavvur qilib olasizlar, что tushadi tushmaydi sizlarning videoylarga. Perihodlar ham xuddi shunaqa effektga o'xshaydi. Ustiga boramiz, qanaqa perihod bilan o'tishini ko'rib olasizlar o'zinglar. Bunaqa bo'lib o'tar ekan. Hop, perihod effekt juda ham katta tema. Subtitr o'zbekcha subtitr yo'q bizda, lekin russkiy bor. Videoni qo'yasizlar, subtitr galchka subtitr qo'yib beradi o'zi. Filtr, ya'ni videoni ranglari uchun tayyor filtrlar, shablon desak ham bo'ladi. Uni sal-pal o'zgartirib olsanglar bo'ladi, ya'ni nasishini ko'tarish yoki tushirish. Bu yoqda hamma anaqamizga to'g'ri keladigan filtrlar bor. Film uchun portret, retro filtrlar bor mana bu yoqda. Korreksiya, filtr tayyor bo'lsa, korreksiya bu, ya'ni korreksiya o'zinglarni fokusinglardan kelib chiqib qilasizlar. Bu yoqda har xil anaqalar bor, narsalari bor, rezkich, tem bor, kontrast, ekspozitsiya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. Kamida 10 ta dars sizlarni kutib turibdi, xudo xohlasa. Sekin-sekin boshlaymiz. Bularni ham keyin tushuntirishni boshlayman. Hop, birinchi dars shu, juda ham oddiy, juda ham sodda. Ikkinchi dars уже sekin qiyinlashishni boshlaydi. Hammaga rahmat. Charchamanglar.